GM'dagilar o'rganinglar. Mana eksklyuziv, aka, hali hech kim ko'rmagan kaput. Yo'q, Birinchi bo'lib ko'ryapman. ha, bu to'liq ko'tarilar ekan. Bunaqasini ko'rganmisizlar? Tuning House jamoasi tomonidan taqdim etilgan, ya'ni oramizda legenda shaydolari bormi? Ularning ta'kidlashicha, bunaqa dinotest O'zbekistonda yagona ekan. Eng arzon jamoasini, eng qimmat mashinalari ham taqdim etilgan. Choylayning qopqog'idan va uzoq kutilgan proyekt Jiguli 02 proyekti ham yakunlangan. Xuddi shunaqa raqamli avtosport turi O'zbekistonda birinchi marta birinchiligi bo'lib o'tyapti. Aka, siz odam emassiz. Siz maxluqsiz. Motorfest 2026 ga kelish juda ham xohlagansiz, lekin uzrli sabablarga ko'ra kelishga imkoniyatingiz bo'lmagan. Bu video aynan siz uchun. Siz Motorfestga kelmasdan nimalardan quruq qolganingizni bugun ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu video chiqqanida Motorfest tugagan bo'ladi, balkim bir haftadan keyin chiqar, lekin siz nimalarni o'tkazib o'rganingizni bugun hammasini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ketdik. Chiptalarni onlayn xarid qilsangiz ham bo'ladi, ya'ni it.com saytidan agar xarid qilgan bo'lsangiz, shu joyga kelib, o'sha onlayn biletlaringizni rasmiylashtirib kirib ketsangiz ham bo'ladi ichkariga, yoki joyga kelib naqd pulga va naqdsiz pulga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Endi bo'lsa ichkariga kiramiz. Xuddi aynan shu joydan kirish joyi hisoblanadi. Kirgandan keyin mana bu biletlarimizni rasmiylashtirib, keyingi etapga o'tamiz. Biletlarni rasmiylashtirib kirib olganingizdan keyin sizda ikkita imkoniyat bor. Ya'ni VIP tarifda sotib olgan bo'lsangiz, polizga xuddi shunaqa tiket beriladi, yoki oddiy bilet olgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa belboq berishadi. Ichkariga kirgandan keyin bularning farqini sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Nima uchun VIP olishingiz kerak, nima uchun oddiy bilet. Motorfest ikki qismga bo'lingan. Ya'ni birinchi qism bu yoqdagi o'sha ko'rgazmadagi avtomobillar, hozir bitta tanishib chiqamiz. Bu tarafda bo'lsa Motorfestning yuragi, kelishingizga sabab bo'ladigan asosiy sabab Drift Show, aynan chempionat shu yerda bo'ladi. Unga ham hozir o'tamiz. Motorfestning asosiy kirish qismida bo'lsa, har safar bahslarga sabab bo'lgan savolga javob olishingiz mumkin. Ya'ni Mercedes yoki BMW, bu qatorda BMW muxlislarini xursand qiladigan avtomobillar taxlangan bo'lsa, bu tarafda o'sha Mercedes legendarniy banan. Kelib, ko'rib, tanishib, jiyanni rasmlarga olib, esdalik uchun saqlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Tuning House jamoasi tomonidan taqdim etilgan, ya'ni o'zgartirilgan o'sha Mini Gelik va Rolls-Royce ko'rinishidagi kichkina mini avtomobillarimiz shu yerda bemalol kelib tanishsangiz bo'ladi. Agar haqiqatan jiyanga zo'r sovg'a qilaman desanglar, xuddi shuni yana boshqacharoq variantini ham amalga oshirib yuborsangiz bo'ladi. Kimga uchrashishni bilasizlar, Dilshod aka, tuzalib keting. Mana jamoangizning ishlari shu yerda ko'rsatilgan. Eng arzon jamoasini, eng qimmat mashinalari ham taqdim etilgan. O'sha ikkita oppoqqina Gelik va Rolls-Royce Spectre. Sap-sariq Lamborghini Urus bilan Aventador'ni qo'yib qo'yishibdi, o'rtasida esa kattagina joy qoldirishibdi. Menimcha, Iboni hamma uchun joy qoldirilgan bo'lsa kerak. Nima deb o'yladingiz? Nexia'ni xalq orasida legenda darajasiga olib chiqqan avtomobillarning hammasi shu yerda ko'rib tanishsangiz bo'ladi. Mazza qilib, rohatlaning. Oramizda legenda shaydolari bormi? Motorfestda avtomobillar jamlanmasi yig'ilgan hudud juda ham katta. Hozir bitta-bitta tanishtirishga harakat qilaman. Biz avtomobillar galereyasiga yo'l oldik, ketdik. Motorfestda BMWchilar mutlaq g'olib bo'ldi deb hisoblayman, chunki bu ko'rgazmadagi, ya'ni galereyadagi eksponatlarning soni BMW aynan juda ham ko'p. Hozir mana bu qator полностью BMW, narigi ikkinchi qatorda ham BMW ko'rishingiz mumkin, uchinchi qatorda ham BMW ko'rishingiz mumkin. Nari yo'ldagi ham BMW, oxirida ham BMW. Juda ham ko'p. Motorfest faqat BMWlar uchun. Agar haqiqatan BMW ishqiboz bo'lsangiz, kelishingiz shart edi. Endi o'tkazib yubordingiz. Ketdik. Bu yoqda bo'lsa off-road mashinalarimiz, ya'ni Jeep Rubicon, Wrangler, ya'ni bu yoqda 150 tali Toyota Daydi klub hamma biladi-yu, Mirfayoz akani. Ularning ham mashinasi shu yerda taqdim etilgan. Agar off-road qiziqadigan bo'lsangiz, ishtiyoqli bo'lsangiz, aynan shu burchak siz uchun. Juda ham kichkina hudud elektromobillar uchun ajratilgan ekan. Ya'ni bu yerda Tesla'ni ko'rishingiz mumkin, Cybertruck va boshqa Audi, Porsche va Hummer EV'larni ham ko'rishingiz mumkin. Iboni mashinasi shu yerda ekan. Seven Carbon jamoasida taqdim etilgan dinotest, ularning ta'kidlashicha, bunaqa dinotest O'zbekistonda yagona ekan. Hozir olib kelib qo'yishgan, to'liq yana video olamiz. Buning uchun alohida men mashinani ko'ryapsizlarmi? Bildingiz-ku qaysi mashinaligini? Nissan GT-R.
Xuddi shu mashinani hozir biz dinat test qilamiz. Buning uchun alohida video olamiz. Buni ishlash prinsipi bo'yicha agar qiziq bo'lsa, kommentda yozsanglar, to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Dinat test qanaqa ishlaydi, hammasiga alohida video yasashga harakat qilamiz. Kenayimga shunaqa rangidan bitta O'zbekistonda yagona olib yuradilar. Men faqat bunaqa mashina bilan, ya'ni jiyanga ham bunaqasini olib bersangiz, ona bola birga O'zbekistonda yagona bo'lib yurishadi. Jiyanimizga ham chiroyli mashina qilib qo'yishibdi. Xuddi shuni egizaga qilib. Bu bo'lsa, o'sha Seven Carbon jamoasidan taqdim etilgan. Agar haqiqatdan shunaqa o'yinchoq mashinalar, bu o'yinchoq ham bo'lmaydi. Bemalol yuradi bu mashina. Shunaqa hajmdagi mashinalar kerak bo'lsa, original O'zbekistonda yagona bo'lishni xohlayman desanglar, Seven Carbon jamoasiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamma narsani amalga oshirish imkoniyati bor. Choynakni qopqog'i yaqinda xarid qilgan Toyota GR86 shu yerda taqdim etilgan. Ko'pchilik buni Supra bilan adashtiradi, lekin umuman bir-biriga yaqin bo'lgan platformadagi avtomobil. Bemalol kelib, rohatlanib, tomosha qilib, rasmlarga tushib, hamma taraflarni tanishib chiqsanglar bo'ladi. Choynakning qopqog'idan va uzoq kutilgan proyekt Jiguli 02 proyekti ham yakunlangan. Bu yerda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Shu paytgacha bu boshida ko'rsatilgan, faqat ichki qismi hech kimga ko'rsatilmagan edi. Bemalol kelib ko'rsangiz bo'ladi. Haqiqiy retro kar shunaqa bo'ladi. Gran Turismo filmini ko'rganmisiz? Xuddi shunaqa simulyatorda avtomobil haydab, gonkada qatnashib, poygada haqiqiy poygaga yetib kelgan edi va chempion bo'lgan edi, to'g'rimi? 4-o'rin olganmidi? Xuddi shunaqa raqamli avtosport turi O'zbekistonda birinchi marta birinchiligi bo'lib o'tyapti. Akam hozir qisqa tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Akamiz aytganlaridek, O'zbekistonda birinchi bor raqamli avtosport bo'yicha Navco eSports GT Championship bo'lyapti. Ya'ni raqamli avtosportning kaltso deganimiz aylanma poygalarini turi bo'yicha hozir chempionat bo'lyapti. Bu chempionatimiz 3 bosqichdan iborat bo'lib, 3 bosqich natijalari asosida dunyo miqyosidagi, ya'ni FIA Dunyo avtomobil federatsiyasining FIA Motorsport Games'iga saralash o'yinlari bo'lyapti hozirgi kunda. Bilganingizdek, bugungi kunda O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ham raqamli avtosport rostakam avtosport bilan bir xil, ya'ni bir nimaga keltirildi va u yoqdagi regaliya deymiz, Master Sport, kandidat Master Sportga shulari beriladi. Bizda ham shunga harakat boshladik. Olib keldik, оборудование olib keldik. C-Magic, ya'ni dunyoni, mana ko'rganingizdek, dunyoni birinchi o'rinlaridan birida bo'lgan C-Magic оборудованиясini olib keldik. Boya aytdingiz menga, bunaqa simulyator O'zbekistonda yagona birinchi marta kirib keldi deb, to'g'rimi? Bu konfiguratsiyada birinchi marta. Ya'ni modellari, oxirgi modellari bu yerda, ya'ni C-Magic Evo Pro nimasi, bazasi, rul GT'ni, rul va pedallarimiz hali O'zbekistonda bunaqa realistichность deymiz, ya'ni reallikka juda ham yaqin. Juda yaqin feedback deymiz, ya'ni qayta kuchlanish juda rostakam GT mashinalariga yaqin qilib nastroyka qilishga harakat qildik va Rossiyadan kelgan hakamlarimiz ham juda qoyil qolishdi, yaxshi chiqibdi deb nima qilishdi. Xudo xolasa O'zbekistondan ham yangi chempionlarni kutib qolamiz. Xudo xolasa. Kelinglar, qatnashinglar. Bu endi birinchi marta bo'lyapti. Yana 3 ta etapimiz bor. 2-chi, 3-chi etapga qatnashishinglar mumkin. Telegramda kanalimiz bor, uni qoldirib ketamiz sulkada. Rahmat. Mana eksklyuziv, okey, hali hech kim ko'rmagan kapotni. Yo'q, Birinchi bo'lib ko'ryapsiz, okey. Kel, Farhod yaqin kel. Bismillah, mana. Zavod bo'ldi, okey, stok bo'ldi. Qani motor haqida bitta qisqa ma'lumot. M54 3 litrli, bitta reaktorning o'sha. Stokda hozir 280 ta plus minus ot kuchi bor. Endi turbina qo'yib agar darabo'tga qilsa, 500 taga chiqarsa bo'ladi. Hozir bu MPI? Ha, MPI yoki oddiy 6 silindrli MPI motor. Bu zavod motori o'zi, stok motori. 300 turgan paytda, okey, mana ketgan edi. Mamitlar rasvo edi. Korobka avtomatligini hisobiga arka ham kesilgan edi. Mashina o'ziga $1600 rasxod qildim hozir. Kraska qilib, zavod holatga qaytarish uchun keyin yana motor taqildi, ish qilib pol, nimani mashinaga ancha-muncha vaqt ketib qoldi pul bilan. Endi lekin zavod bo'ldi. Yurishida, o'zini his qilishida mashina cho'tki, ko'rchmasdi. Bunday turgan 300 bor-ku, Lexus. Mana. Ha, unga o'tqizdingiz. Ha, unga o'tqizdim. Bu ham Y46 mi? Bu 46 kupe, bir xil mashinamiz. Asl degan mashinalar, bir xil. BMW Y46 kupe avtomobil most wanted qilingan O'zbekistonda yagona ayta olmayman, bunaqasi yo'q. Yo'q.
bir paytlar o'tgan yili menimcha qilinganida o'zlariga yoqmadi-da, yana undan ham ko'p rasxod qilib, zavod holatiga, stok holatiga qaytarildi. Ha, yoqmagani sababi uni shaharda haydab bo'lmasdi. Bu chisti korch drift uchun zo'r edi, lekin shaharda emas. Buni shaharda haydash uchun odamlarga emotsiyalashingiz kerak. Odam qanaqa jinni ahmoq bo'lish kerakki, mashinalariga tom bilan ketgan bo'lish kerakki, bunaqa mashinani qayta jihozlash uchun. Shunaqa. Shu. Lekin aka, mashina o'tgan yil ko'rdim. Ancha tetik, ancha yoqdi menga. Menimcha bilmadim, o'sha diskasini o'zgartirganingizgami? O'zgardi, yoni o'zgardi, o'sha motorni atsak. Motor atsak tashqaridan ko'rinmayapti-ku, uni siz bilyapsiz, ochganda bilyapmiz, lekin tashqari ko'rinishida bu safar lekin uzoqdan jiz qildi lekin. Ish qilib okamnikimi deb ikkilanib qoldim. Yo'q, o'sha. O'sha Most Wanted mashinani ko'rginglar kelsa, Motorfestga kelaverasizlar. Bizda hamma mashinalari qo'yilgan. Mana bu mashinani yaqinda qilayotganlarini storieslarda ko'rdik, reelslarda ko'rdik. Mana mashina ham tayyor. Haqiqiy milliy stildagi BMW. O'z oxirgi payt mana shu tematikam shu oldingiz. Endi milliychilikni baribir tanitgan yaxshidi. Yoki turizm bizda rivojlanyapti kundan kunga. Turistlar oqimi juda ham katta. Endi ko'rishsan aka milliychiligimizni, boshqa ani yo'lda yurganda mashinada ham shu narsalarni his qilishsin. O'zbekistonga kelishgan-ku. Lekin bitta narsa, buni ko'chada hayda olmaysiz. Faqat o'sha выставочный deymizmi? Faqat ko'rgazmaga agar bizani kerakli odamlar ishlatgan bo'lsa, o'sha qonunchilikni o'zgartirish qilib, mana shunaqa avtomobillarni o'zgartirish, tashqi ko'rinish o'zgartirish berganda haydash ruxsat bersa, bu avtomobil ishqibozlari uchun zo'r yengillik bo'lardi. U turizmni ham ko'zi juda quvontiradigan narsa-da, chunki bizda milliy joylar ko'p, milliychilik ko'p. Baribir milliy mashinada misol tasavvur qiling, bitta turistni odam bir gilam qiladi nimali buni. O'sha aeroportdagi taksi telefon qilib, "Aka, meni ham mashinamni qilsa bo'ladimi? Hujjat qilsa bo'ladimi?" ko'pchilik so'ragan. Sabab turistlarni kutib olishyapti, gilamli mashinada o'tkazib, shahar aylantirishyapti. Bu boshqa emotsiya-da, aka. O'zbekistonga kelganda birinchi ko'radigan esda qoladigan narsa shu bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, aka qarang. Bu drag racingga chiqadigan, aynan maxsus kleyli trassada yuradigan 07. Butun dunyo bo'yicha hozir eng tez 07 mana shu 07 bo'ladi. 0-100 o'zi 2.1 sekund. 1200 ta hozir plus minus ortquchi bor. Yani tortoring gazosiz bu. 1200 ta ot kuchi 07 ga. Opelda hozir bu, Opel motorda. Xo'p, ana ichkarida azotga latta o'rab qo'ydi, ko'rdingizmi? Suv sepib, havodan 1000 gradusdan ko'tarib, ya'ni injektorasi bor mashina hisoblanadi, aka. Ishlayapti hozir. Ha, ishlaydi mashina, cho'tki hamma. Mulyajmasa? Yo'q, mulyajmas, ne mulyaj bo'ladi, aka. Ayrimlar shunaqa qiladi. Yo'q, bu faqat spirtda harakatlanadi, boshqa hech narsada yurmaydi bu mashina. Turbinani yaqinda Jahongirga ham yangi qo'ydilar, katta turbinadan qo'yganlar. Lekin juda seriozli apparat, juda seriozli narsa. Moskvada, Rossiyada, umuman o'zi Yevropada ham ko'p musobaqalarni yutgan. Bu balonni ko'rsangiz, mana balonni ko'ring. Protektor bo'lmaydi. G'ildiri yerga siplanasi yaxshi bo'lish uchun xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu faqat drag racing uchun maxsus ishlangan g'ildir hisoblanadi. Formula 1 ga faqat kleyli trassada, keyin eshigiga e'tibor bering, plastik. Oyna yo'q. Mana ham plastik. Bu ham plastik. To'liq plastik ko'rasizmi? Maqsad yengillashtirish. Glushtil yondan chiqqan, qilib, orqada parashyut. Bu tormoz bosganda, mana mashina bilan tormoz ochiladi mashina. Endi kleyli trassalarni ko'rgansiz, drag racingda. Ketdi, mashinani oldi ham ko'tarilib ketadi, to'xtatish uchun parashyut ochib to'xtatiladi. Bitta savol. Mana shu mashina haqiqatan shu parashyutini ochganmi, ochmaganmi? Ya'ni direktda qatnashganmi yo'qmi? Ochgan, qatnashgan. Direkt test bormi? Bizda emas, anaqada qatnashganlar, Moskvada qatnashganlar, Rossiyada qatnashgan. Bizda hozircha endi Piskentda trassa bor-ku, lekin pozvolat qiladigan emas, chunki aytolmani kleyli trassa bo'lishi kerak. Bu zatsep shunaqangi, faqat kley bilan yuradi. Bu trassada boshqa narsa bilan yura olmaydi. Bizda yo'q pakat. Keyin mana bu oldida ham qiziqarli narsa bor. Kstati, buni yoniga chiqishining sababi bu qilib turbinasi qancha uzoq bo'lsa, motorga shuncha nagruska bo'ladi. O'shani nagruskani kamaytirish hisobiga iloji boricha voqliroq chiqarishga harakat qilishadi bu qilibdi. Ikkinchisi, mana buni ko'ryapsizmi? Fara yo'q. Nimaga deysizmi? Bu pirat emas. Bu mana shu yerdagi ichkarida turbina turibdi. O'sha turbinaga havo yengil yetib borish uchun bitta faradan kechgan. Bu mashina shaharda yurmaydi, faqat maxsus traktor yurgani uchun bunga fara kerak emas. Bunga ko'proq havo kerak. O'sha reaksiyaga kirib, motor tezroq harakat qilish uchun. Mana bu bak hisoblanadi.
ya'ni etil spirtda harakatlanadi. Buning uchun faqat ha? Hyperda yuradi. Da. Hyper yonilg'isida yuradi. Endi bularni hammasini yig'ish uchun endi kimlarnidir butun umr ketadi. Unga 8 yil ketgan. 8 yil. Bu proyektga ro'p-ro'za 8 yil. Bu yil 9-yili ketyapti. Bu yil 9-yil. Necha pul ketgan? Puli Hisobi yo'q. hisobi yo'q. Endi men ichkarini ko'rsatdik. Haqiqiy 07 ko'rch holatida. Ano ko'rsam nimaligini? Bu haqiqiy azot. Bunda hozir BMW'ni korobkasi turgan ekan, avtomat korobka ekan. Gap yo'q. Ikkalovini bir-biriga sabiylik deb bo'lmaydi. Ko'tariladi. Ha, bu to'liq ko'tarilar ekan. Bunaqasini ko'rganmisizlar? Endi keling, men tanishtiraman. Bu mashinani proyektini qilgan odam ham, hozirgi chiqqan 07 ni proyektini qilgan odam mana shu odam bo'ladi. Keling aka. Jahon aka keling. Mana shu odam Jahongir akam. Mana shu mashinani proyektlarning egasi mana shu odam bo'ladi. Aka, siz odam emassiz. Siz maxluqsiz. To'g'risi, hozir undan oldingi mashina aytdilar, 9 yil umr ketgan. Necha pul ketganini bilmayman dedilar. Lekin hisoblamaganda u tuningni hisoblash motor atseki ko'rib prosta maza qildim. Okay? Ochiqmi? Ana kimlardir borib turib, Luburga borib rasm oldi, soatlab qarab turadi-yu maza qilib. Xuddi shunaqa qarab turadigan mashina bo'libdi. Bunda hozir nechta otkishi Jahon aka? Hozir yurgan paytda 700 tacha ham. 96 yuradi. Kvotaga 96 26 0 yuryapti, 96 kvotada yuryapti, to'g'rimi? Zaliver ham eng kichkina 2JZ. Hozir asosan drift yo'nalishida ham eng ko'p ishlatilayotgan motor mana shu motor bo'ladi. Drift yo'nalishida ham, drag racingda ham, driftda ham, imенно mana shu Supra'ning motori endi aka. Da. Supra MK4mi? Ha, shunaqa. Eski modeli bu. MK3 mi, 4mi? 3 ha? 2JZ motorda, 2JZ. 1JZ emasmi? Bu 2JZ. O'sha MK4 2JZ deb o'shamiz. Darabotin deb faqat. Bu mashina sotuvda namoyish. Ha. Pulni ayta olamizmi? 25 ming dollarga tayyor proyekt sotilyapti, aka. Mana. Yagona bo'lgan proyekt. 20 yillar ketgan proyekt. Oldidan ko'rsatma shu mashinani. Tayyor proyekt, agar xuddi shunaqa mashina yig'ish niyatingiz bo'lsa, umringizdan ketkazmaysizlar. Ilm shart emas, ya'ni darobotga qilishga demoqchiman. Tayyori 25 ming to'laysiz, olib ketasiz. Faqat haydash bilsangiz bo'ldi. Buni ko'chada hayda olmaysiz. Faqat maxsus treklarda haydaysiz. Hozir eng tez BMW mashina deb aytayotdilar Jahongir akam. O'zbekistonda endi hozir yangi yig'ilgan proyekt bu. Motori polniy noldan o'zim yig'dim. 9 sekund yurgan kvotaga. Xo'p, Kvotaga. 0-100 0-100 2,5 2,4. 2 Nechta otkichi? 1000 plyus betda. Spirt yuradi. Aha. 185 to'playdi. Tamoyevga bor-ku, vizit tashlagan mashina mana mana shu bo'ladi. Buni ichlarini ko'ringlar. Hammasi tayyor proyekt. Istil dragster deb. Ana. Kovush o'rindiq, kovush sidenada shunaqa estetik yig'ilgan proyekt mashinalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Noyob ko'chalarda ko'rish iloji bo'lmagan, har kuni ham ko'chaga chiqurmaydigan avtomobillarning hammasi yig'ilgan. Buni yig'ishchi o'zi bo'lmaganini men o'zim qalban his qilib turibman, chunki bu mashinalarning egalari o'zini avtomobilini ko'z-ko'z qilishni ja'unoq yoqtirmaydigan odamlar-da. Chunki bu mashinalarni o'zini uchun, o'zini rohati uchun qilingan. O'shaning uchun hamma ko'z-ko'z qilishni xohlashmaydi. Ularni ko'ndirib, hammasini bir vaqtda bir joyga jamlash o'zi juda ham qiyin. O'shaning uchun mana agar shunaqa festivallar bo'lsa, shunaqa yig'inlar bo'lsa, iloji boricha vaqtni ayamasdan bir ro'yga kelib ketishga harakat qilsanglar, albatta yaqinlaringiz xursand bo'ladi. Hozir bo'lsa, keyingi mashinalarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz va undan keyin drift showga boramiz. Volkswagen Golf, BMW, Ford, yana BMW. Aytdimi? Bu avtofestivalda faqat BMWchilar kelgan bo'ldi. Bu yerda bo'lsa Mercedes, Seal, Lexus, yana nima bor bu yerda? Nissan, bu ham Nissan qilingan ekan, turboz tashqariga chiqarib qo'yibdi. Kaban.
Kabandiman uzun Valchok. Ana Mercedes meni kechiringlar, adashtirib yuboribman. Valchok 211 V8 meni orzumdagi mashina. Qaysidir kuni baribir xarid qilaman. Bu yerda yana BMW, hammasi BMW. Burchada retro karlar ham bor. Agar retroni haqiqatan xohlab yaxshi ko'rsangiz, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Biza bo'lsa botga kelishimizning asosiy sababi driftga boramiz. Motor Festga kelishingizga eng asosiy sabab bo'ladigan drift showga kelganmiz. Boshda aytdim-ku, VIP bilan oddiy biletning farqi bor. 1 million 300 ming ekan degan. Aynan VIP olsangiz, xuddi shunaqa joyda, salqinda, o'rindiqda o'tirib tomosha qilasiz. Oddiy bilet oladigan bo'lsangiz, men okalarga o'xshab turib tomosha qilishingizga to'g'ri keladi. VIP bilet yana eng asosiy qulay tarafi, siz mana shu avtomobil chempionatida qatnashayotgan avtomobillarni texnik ko'rik bo'limiga o'tib, tepasida turib, mashinani tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda birinchi marta drift bo'yicha xalqaro toifadagi chempionat o'tkazilmoqda. 3 kun davom etadi. 3 ta etapdan. Bugun birinchi kuni, ertaga ikkinchi va uchinchi kunlar o'tib o'tadi. Bunaqa chempionatlar tashkil qilingani o'zligi bizlarni juda ham quvontiradi. Chunki O'zbekistonda motosport, avtosport rivojlanishiga juda ham katta hissa qo'shadi va yosh avlodni sportga qiziqtirishga yordam beradi deb o'ylayman. Shuncha kuzatuvchilarni, ishtirokchilarni kelganidan ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu sport turi O'zbekistonda yana ham ko'proq rivojlanishda во-первых, метров дистанции и сразу это стиль, понимаете? И вот здесь, кстати, консервативно. xuddi shunaqa effektni, emotsiyani живой olishingiz mumkin. Albatta kelganingizda, xudo xolasa, keyingi xuddi shunaqa chempionatlar bo'lganda o'tkazib olmaslikka harakat qiling. Jiyanni olib keling, sportga qiziqsin, maza qilsin, avtomobilga qiziqsin. Mana hozir yana 2-kun va 3-kun biz maza bundan zavqlanamiz. Endi nima deydi? Hammasini yoritishga vaqtimiz yetarli emas. Bizni kuzatganingiz uchun katta rahmat. Chambarak kanaliga a'zo bo'lib qo'ysangiz, bundan ham yaxshi kontentlar qilishga harakat qilamiz.